Mavludaxonni eksklyuzivniy chatlarida diagnostika oluvdim. U diagnostikada savolim o'g'limni sog'lig'i haqida bo'ldi. 13 yoshidan beri 10 yildan oshiq vaqt mana shu psoriaz bilan og'rigan shunaqangi yaralari bor edi. Mana shu bittagina mana shu diagnostikada siz o'g'lingizni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilmaysiz deb Mavludaxon shunaqa deb baliq qilishganiga, nahotki men o'zim farzandimni shunchalik o'zgartirishga harakat qilar ekanman deb qabul qildim. Farzandimni qabul qildim, tunu kun yurib qabul qildim, qanday bo'lsa shundayligicha qabul qildim deb, bilasizmi, 5 kunning ichida haligi oshqonib ketgan yaralar 5 kunning ichida remissiyaga kirib, tozalanib, qip-qizil bo'lib turgan narsalar o'z-o'zidan to'kilib tushdi. Hozir bilasizmi necha kun bo'ldi? 1-2 haftagina bo'ldi-da mana shu nimada. Yuzlari toza, ranglari toza. Hammasi yaxshi, rahmat. Shunday insonlar boriga shukur. Mavludaxon, iloyim yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Mana shu o'zimni anglay olmagan mana shu anglashlarimni berganingiz uchun katta rahmat. Iloyim bizni xalqimizga yordamingiz tegaversin. Allohim ziyoda qilsin. Katta rahmat.